1.8 Lacetti minuvchilar. Benzin ekonom qilishga tayyormisizlar? Biz buni o'rgatamiz. 1.8 Lacetti da ham xuddi shunaqa funksiyasi bor. Koeffitsient so degani. Shu narsada ko'pida mana 1.88 turibdi. Ko'p mashinalarda 100 bo'ladi, ba'zi biri 120, ba'zi biri 50 bo'ladi. Shu narsani 10 qilib qo'ysani yoki 5 qilib qo'ysani ham bo'ladi. 5 holatga keltirib qo'ysani benzin rasxodiga juda ham katta rol o'ynaydi. Bu funksiyani eng oddiy diagnostika apparati ko'rsatishimdan maqsad bu apparat libo diagnostikachi ustalarda bor. Bu funksiyaga juda ham ko'pchilik e'tibor bermaydi. Torchini yaxshi qilaman deb yoki texotini ko'taraman deb shu narsani 100-150 gacha olib chiqqan holatda ko'p bo'ladi. Uni olib chiqilsa torch yaxshi bo'lmaydi. Benzin rasxodi ko'p bo'lib, gulishitidan qora tutun chiqishiga sabab bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va o'zingizga eng yaqin bo'lgan ustaxonaga olib borib shu videoni ko'rsatsangiz, shu holat qilib berilsa, benzin rasxodingizga juda ham katta foydasi bor. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni 1.8 Lacetti minuvchilarga jo'natib qo'ying.